أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz o'quvchilar, oldingi darsimizda Alloh subhanahu va taolo cheklagan amallar, ish harakatlar sohasida oldingi qatorda qo'yib turib muomala qilishga, o'zgartishga tegishli bo'lgan va uni to'sashga tegishli bo'lgan ishlarni bir qadar tartibi bilan so'zlab o'tgan edik. Bugungi darsimiz al-avlaviyat fi majalil islah, islohat sohasida, islohat maydonida birinchi qitim qilishga tegishli, muhim qilishga tegishli ishlar haqida to'xtalamiz. Hammamizga ma'lum, islohat bugungi davrining jiddiy talabi. Umumatan hamma millat veya hamma cemiyet çokum ciddi ıslah kılınışkı tegişlik ve islahatka ihtiyaçlık buluvatıdır. Umumeten bugünkü devrimizni islahat devri, tüzeş, oңşaş devri dep atısak mı buludu. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den kinki 1000 yıldan artık İslam'ın binası mevcut boğan, Resulullah kurup koygan İslam'ın binası mevcut boğan. Yakından biri İslam binası yıkılıp, Müslümanlar xuddi öysüz kapqagan, sergerdan insanlığı okşagan, hamma narsani yo'qotgan bir davri va bir zamonda yashayotganlik. Shunda bo'lg'achqa bu binoni qurish, islom binosini qurish, musulmonlarni rat tartibga serishda cho'qim islohot eng oldingi o'rinda qilishga tegishli bo'lgan ishlarning birisi. Bu sohada nimani oldingi qatorda kılınıdı, nimege ehmiyet verildi, qaysi tertipten işini başlaş gerek degan bu haqda dersimizde to'xtalib o'timiz. Taghyirul anfus qabla taghyiril anzima. Tüzüm o'zgartishdan burun o'zini o'zgartish. Bu her qandaq bir da'vatchi yoki islohotchining oldingi qatorda qiladigan ishi. Bugun davlatning tuzumi, qonuni, qoidasini o'zgartish yoki bir davlatni yiqib o'tib, o'rib o'tib, uning o'rniga qayta bir davlat tiklash, qurish uchun harakat qilish va uning qadamini olishdan burun islomning tartibi oldi bilan inson qurib chiqish, inson tarbiyalash, inson yetishtirish, ya'ni inson yetishtirish harakatini boshlash. Bu har qanday davridagi utuq qozongan, muvaffaqiyatga erishgan islohotchi da'vatchilarninki mangan yo'li. ومن الأولويات المهمة في مجال الإصلاح العناية ببناء الفرد قبل بناء المجتمع أو بتغيير الأنفس قبل تغيير الأنظمة والمؤسسات. إصلاحات sahasida muhim bo'lgan avlaviyatlardan birisi cemiyet qurilishidan burun shaxs qurilishiga ko'ngil bo'lish yoki tuzilma organlarni o'zgartishdan burun
o'zni o'zgartirishga ko'ngil bo'lish. Bu muhim ishning birisi. Afzali Qur'oni Karimning iborasini ishlatishimiz bu yaxshisi. Qur'oni Karim bu haqda nima dedi? O Qur'oni Karimning keltirgan iborasi tag'yir ma bil anfus. O'zidagi illat, o'zidagi illatlarni o'zgartirish. Anfus depadini o'zidagi illatni o'zgartirishdan. İnnallâhe la yugayyiru ma biqavmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Mana bu oyatda Alloh taolo ta'kidlab turib, haqiqatan Allah subhanahu va taolo bir millatdagi illatni, millatning ahvolini o'zgartmaydi toki u millat o'zidagi illat, o'zidagi ahvolni o'zgartganga qadar dedi. Demak, mush oyatga qarab taqinglar. Jamiyatning o'zgarishi ya bir millatning ahvolining o'zgarishi uchun cho'qim u millat shu Allah subhanahu va taolaning o'zgartishiga loyiq bo'lgan bir layoqatni hozirlash kerak ekan. Agar u millat, u xalq, u al o'zida Allohning yashayotgan jamiyati, davlati ustidagi ahvolini o'zgartishni xohlasa, uning avvali o'zini shunga layoqatlash qilishgan. Bu Alloh taolaning so'zi ma bi anfusihim. Shuna muassasa, organ, tuzilma, qonun ya bir jamiyatga o'zgartish kelsak bo'ladi degan filan bo'lib qolsa, oldi bilan shu xil filan bo'yicha odam tarbiyalash, odam yetishtirish, odam omilini bu planga loyiq shaklda hozirlash bu birinchi talab. Mana bu har qanday islohotning yoki o'zgartishning ya jamiyat qurilmasining binosining asosi bu. Ya'ni shaxsdan boshlash. O şahıs bütün binanın asası. Çünkü sağlam, mezmut binanın kuruluşunu arzu kılamayız. Kaçan o binanın hiçleri aciz ya ki buzuk bulup kalsa bunu arzu kılamayız. Bir bina salmakçı boğan insan mı? Men salıdığan binanın bina mezmut, mustahkem, süpetlik bulsun, közlügen nişanğı yessun dese, aldı bilen şu binağı işletediğin kisakla kışlığını yaxşı tallaş ve onu aldı bilen yaxşı süpetliklerini hazırlaşı lazım buludu. Şunun oxşagan her kandak bir cemiyetinin ya bir devletning asosiy xishlari bo'lgan, kisakları bo'lgan shaxs yoki oila buni yaxshi o'zgartmaganda, yaxshi tarbiyalamaganda o jamiyatning o'zgarishidan umid kutkil bo'lmaydi. Demak, biz oddiy qaramasligimiz lozim. O'zimizning shaxsini tarbiyalashda, ailelerimizi terbiyeleşte bunun adını qaramasligimiz lazım. Bu arqılık nemish qilg'ili bo'ladi? Bunda qilish bilan nimani qo'lga keltirg'ili bo'ladi? Jamiyat qurilib qolamdi, davlat qurilib qolamdi demaslik lazım. Çünkü jamiyat qurilmasi uchun oldi bilan shu jamiyatning hujayralari bo'lgan oila va shaxslar yaxshilansa, onun dinkinkisini Allah Teala özü iyi buludu. Vel insanul ferdu huvel lebnetul ula fi cidaril mujtemi' ve lihaza kana kullu cehdin yubzel li tekvinil insanil muslimil haq ve terbiyetihi terbiyeten islamiyeten kamile lehul evleviyye ala ma siva. İnsan
şahsiy inson o cemiyet temideki birinci hiç o. Bir cemiyetni bir tam desak, del o tamның birinci hişleri şahs insan. Şunun için hakiki Müslüman insanını yetiştiriş ve onu mükemmel İslam terbiyesi bilen terbiyeleş için berildiğin bütün tirişçiliklarının onundan başka işlerine karaganda bir mühimligi ve birinci katarda koyuluşga tegishlik ekanligi bo'ldi. Shuning uchun. Çünkü bu insan yetiştiriş her kandak türdeki bina ve islahatqa zürür bo'lgan muqaddam o. Mana bu mabin nefsni özgertiş. Kur'an'ın tilideki mabin nefsni özgertiş bu. Hemimizge ma'lum yaxshi salahiyetlik şahsni qurup chiqish, onu terbiyelep çıkış o peygamberlerinin birinci vazifesi, peygamberlerinin halifelerinin vazifesi ve uladın ki o peygamberlerinin varislerinin vazifesi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin tutkan yolu ve cemiyetini özgertiştiki cemiyetke tesir gösteriştiki asaslık baskan kademleri bu. Bunu unutup kalmasımız lazım. Şunun için çokum şahslarını terbiyelegende planlık, redlik, terbiyeleş ve onu baş yolunun beşidin yolunun ayıgıga kadar mağalıgıdak seviyege iyi kılış bu mühim. Bununla köngül bilmegen, bununla ehmiyet vermegen davamlık muassese ya ki enzime tüzüm ya ki cemiyetinin ki umumi bir ahvalini ıslah kılımız dep oturgu çıkanlar mağlup buluşu planlarına yetemezdik muşu sahada baskan kademinin mükemmel ve kıgan işinin talabga layık bulmaganlıqıdan bo'lgan. Ve innema yubnal insan evvela ma yubna bil iman. İnsan en evvel iman bilen kurup çıkılınıdı. İman bilen terbiyelinidir. Yani onun kalbiga toğru bo'lgan aqida tikish bilen, aqida yetiştirish bilen terbiyelinidir insan. Birinci kılınadigan iş cemiyetinin adamlarını imanlı kılıp yetiştiriş. İmanlı kılıp terbiyeleş. O aqida, sağlam aqida o insanga onun dünya köz qarışı, dünyaga bo'lgan köz qarışı, insanga bo'lgan köz qarışı, hayatlıkka bo'lgan köz qarışı, dünyanın Rabbiga bo'lgan köz qarışı, insanni yaratquchi, hayatlıkni berguchiga bo'lgan köz qarışını to'g'rilaydi o. İman orqali onun dünya qarışı, insanga bo'lgan qarışı, hayatlıkka bo'lgan qarışı o'zgaraydi, o'ngshadi. Ve bu to'g'ri aqida insanның başlanış noktasını nereden başlangan? Asli kim? Nimeydi? Akıbette o nege barıdı? Nimege yoluqıdı? Nimege uçuraydı? Onun vazifesi kilip kitiş ceyranıda yaşayan müddetki hayatıda kılıdığan vazifesi, icra kılıdığan vazifesi, üstüge alıdığan ağan amaneti nime bunu tunutudu. Ve insanga dini yok kişilerini hayran kaldığan, gangırtıp koygan suallarga cevap veriyordu. Men kim? Aldı bilen ma dini yok insanlar men kim? Men nime? Nereden keldim? Nerede kitivatımen? Nime için dünyaya keldim? Bu hayatlık degen nime? Ölüm degen nime? Men hayatlıktan burun dünya kandadı. Ölgenden keyin nim buludu? Mening bu planı tiki, yani yer şardan ibaret bu planı tiki vazifem nime? Aqlimga kelip
taki meni ülem tapqanga kadar mening vazifam nima deb gangirtib qo'ygan, hayronlikqa tashlatib qo'ygan, bu dini yo'q kishilarni hayronlikqa tashlatib qo'ygan bu savollarga mana bu to'g'ri aqida javob bera oladi. Shunga inson to'g'ri aqida bilan eng oldi bilan o'zining qalbidagi murakkab, echilmas iymon ochqosidan boshqa ochqoni selish bilan hal qilg'ili bo'lmaydigan bu sirlarni ocha oladi. U oldi bilan o'zining qalbida xotirjam, o'z qalbida ozoda, rohat yashay oladi. Chunki bu iymon, to'g'ri aqida bu savollarga javob bera oladi. Bo'lmasa javob berolmaydi. Al-iymanu va la shay'a g'ayra. Iymon uningdan boshqa narsa emas degan iymonlam o insonga bu oqibat xarakterlik, masiri degan oqibat xarakterlik cho'ng savollarga qanoatlanarlik javobni beradi bu savolga. Iymon beradi bu savol. Va bu iymon hayotga nishon, ma'no, qimmat ato qila oladi. Iymon orqali inson bir nishonga ega bo'ladi, ma'noga ega bo'ladi, qimmatlik bo'ladi uning umri. Bo'lmasa ota-onam tug'ib qo'yapti, dunyoga keldim, kelsam dunyo shukan, dunyoning karvonlariga ketildim, qeridim, charchadim, hardim, yana dunyodan ketaman, dunyo ketgandiki nim bo'ladi, uqmayman, kelishning oldida dunyo qandaqkan uni uqmayman, ketgandiki dunyo qandaq bo'ladi uni uqmayman. Bu hayotda nima uchun yashading? Bu ma'nolarga javob topolmaydi. Ve bidun hazal iman sayazillul insan haba'atan ta'iha ev zerreten tafiha fi hazal vücud. Bu imansız insan kadri kımmetsiz, erzimes bir nesige aylanıp kalıdı. Ya ki kiçikkina zerrige aylanıp kalıdı. Şu dünyada kiçikkina bir zerrige aylanıp kalıdı. Onun kıymeti yok. Hacmi taraftan bu katta kainatın umumisi aldı da hacmi taraftan kıymeti yok. Eğer o insanın şekli taraftan karısak, osman, ay, gün, yaki tağ, yaki deniz, mana bunda katta kainatının umumisinin aldı da onun hacmi hiç neyse emez. Hiç qanday narsaga chiqmaydi. Ömür tarafdan mı? Bu biyologik uzun zaman aldı da ömür tarafdan mı? Bunun milyon yıl, neçe milyon yıl bo'lgan bu dunyoga bu tarafdan mı? Bu ömür tarafdan mı? Kıymeti yok ve cheksiz kelgusidagi zaman tarafdan buningdan keyingi kelgusiga qaratimi uning cheki yok. Kuch qudrat tarafdan o insanın kıymeti yok. Yani tabiat hadiseleri aldı da bu insan bu tabiat hadiselerini o insanga tehdit qilayotganligini ko'rdi. Yer tevreş, yanar tağ, vulkan, qora bo'ron, quyun, kelkün, yani vayron qilayotgan shaharlarni, odamlarni o'ltirayotgan kelkunlar, qora bo'ronlar, yanar tağlar, yer tevreshlar bilan insonga tahdid qilayotganligini ko'rgan bu tabiat hodisalar oldida kuch qudrat tarafdan insonning qiymati yo'q. İnsan mana bu tabiat oldida ojiz, ikki qo'li bog'liqlik. O inson ilm, iroda, taraqqiy qilgan texnikaga ega bo'lib turib, yana ikki qo'li bog'liqlik ojiz.
Xalqan yerda yer tevraydi. Neçi ming, neçi 100 ming adam ölüdü. Xalqan yerda yanar tağlar partlaydı. Nurgun şehirler, kentler vayron buludu. Xalqan yerida qari bo'ronlar, qo'yunlar chiqidi. Nurgun tabiiy ofatlar yuz beradi. Kelkunlar keladi. Davlat, shahar vayron bo'ladi. İnsan qanchalik kuchli davlat bo'lsin, kuchli rayon bo'lsin, buning oldida hech qanday chorasiz, amalsiz qilyotidi. Demak, bundaq bir kuchli tabiatning oldida kuch qudratiga qarab baqsa yoki cheksiz kelgusining oldida umriga qarab baqsa, bu cho'ng planetlarning koinotning oldida o'zining hajmiga qarab baqsa, insonning faqat qiymati yo'q. İnsanın fakat kıymeti yok. Demek insanın kıymeti nerede? Nemi bilen? O iman bilen. İman bilen güçlük, iman bilen uzun ömrü. El iman huve tevkun nicat daimen. İman o devamlık nicatlık yolu. O iman devamlık nicatlık yolu. İman bilen insanı işçi tarafından özgertiş mümkün buludu ve onu işçi tarafından ıslah qilish mümkün buludu. Çünkü iman arkalık onun aldı bilen kalbini özgertiş, niyeti, fikrini özgertiş, onun idisini özgertiş arkalık, anındayken onun ameli, hareketi, hayatı ve gay nişanını bunu özgertiş buludu. فالإنسان لا يقاد كما تقاد الأنعام ولا يسنع كما تسنع الآلات من حديد أو نحاس أو معدن. Çünkü insan çarvılını yeteklenginidek yeteklenmeydi o. Tümür, mis, yaki madenden ibaret aletle yasalgınidek İnsanını yasıgılıp olmaydı onu. Bu insan o başka maddini halahınca yasıgandek bu insanını anda yasıgılıp olduğun, koyaşlıqılıp olduğun iş emez. Ve insanını çarvının buğunuğa noktunu selip yeteklep mangandek yetekliğılıp olduğun mahluk emez o. İnsanının şu idisi, fikri, içki dünyası arkalık onu yeteklemesen başka taraftan yetekliğılıp olmaydı. İnnemâ yuharriku min aklihi ve kalbi. Fakat insan aklı, kalbi bilen hareket kılıdı. Kanaat kılınsa, kanaat kıldırılsa, kanaat kılıdı. Doğru yolga yeteklense, doğru yol tapıdı. Doğru yol tapıdı. Bir işe kızık durulsa ve o iş yoki bir işten korkutulsa, o işe kızıkıdı ve korkudu. Mana insan bu taraftan yeteklenidi. İman o insanını hareketlendirdiğini, insanını yol gösterdiğini, insanda zor güçlerini barlıkka keltirdiğini iman, o güç, o imansız aşkar olmaydı. Bu güçlerini barlıkka keltirdiğini iman. Belki o insan, belki o iman insanını yeni bir mahlukka, yeni ruh, yeni akıl, yeni irade, yeni felsefe bilen yeni bir mahluk kılıp yasap çıkır o iman. Mana biz bunu Firavun'un sahirleri de ameli gözümüzden kördük. Ola Musa aleyhisselam bilen Harun aleyhisselamın Rabbiga iman etken vaqtda gözümüzden kördük. Ve Firavun'un küçüge jang ilan qilgan vaqtda ola Firavunga qaddini tik tutup, özünü üstün tutup durup, taqdima ente qaz, innema taqzi hazihil hayatad dünya dedi ya. Mana bunu da kördük. Beşede öz sana kandak yakınlaşımız, bu sihri meydanı da, hak bilen batıl meydanı da, batılını kollap ve batılını qoğdap, batılını haktan üstün kılsak, kandak mükafat var, nime ecri var, biz nimegi erişimiz digen bu batıl tarafdarları bolgan sahirlar hakni körgenden keyin
haqning haqligini bilgandan keyin haqni qabul qildi. Haqqa bo'ysundi, haqqa ergashdi. Mana shu vaqtda haqning nurini o'chirish uchun bütün çara amallarını qilgan Fir'on o haqqı qatilib ketgan sohirlarni qo'lingizni kesib, to'g'rab, chanab o'ltiraman, darga osaman degan chig'ida bular shunchalik qaddi tik o'zini ustun tutib turib taqzima anta qaz. Keskinini keskin. Atıdığanğı mı? Solap koyduğanğı mı? Çanıp ötüdüğanğı mı? Kanda kesiversen kesiver. Sen manı bu hayatı dünyada keserleysen. Hükümün bu hayatı dünyada yürüydü, işleydi. Fakat muşu hayatı dünyada digen buludu dep ilan kılalıdı. Mana bu iman bularni qandoq o'zgartdi, qandoq ta'sir ko'rsatdi. Va ra'aynahu fi ashabi rasulillah va qad naqalahum imanuhum min al-jahiliyyah ila al-islam. Biz bu imanning ta'sir ko'rsatganligini payg'ambar alayhisolatu vasallamning ashablarida ko'rdik. O iman ularni, sahobalarni iymoni jahiliyatdan islomga, butga ibodat qilishdan, qo'y beqishdan, milletlerini yiteklashga, insoniyatni Allohning hidoyatiga başlashga va uni qorong'ulikdan nurga chiqarishga ularning iymoni ap chiqqanligini, yo'tkiganligini biz ko'rdik. Laqad zalla an-nabiy sallallohu alayhi vasallam payg'ambar alayhisolatu vasallam Mekke'de 13 yil turdi, yashadi. Payg'ambarimning Mekke'deki bütün g'imi, bütün hizmeti tebliğ davetini başlap iman manaları üstündeki tunca evlatını kurup çıkış oldu. Mana bu yıllarning bu 13 yılda cemiyetni intizamlaştırdıgan, cemiyetning aile, ijtimai aloqalarini kontrol qiladigan, cemiyet kanunidan chetnab ketgan kishilarni jazolaydigan qonun tushigizilmadi Allah tarafidan. Ya qonun tushmadi. Balki payg'ambar Qur'onning xizmati, Rasulullahning xizmati o bu insonni qurib chiqish, tarbiyalash va bu avlodni yetishtirish payg'ambarning ashablaridan. Va uni tarbiyalash, uni yetishtirish bütün dunyoni tarbiyaligilar uningdan keyin oldi bilan bir turkum namunalik ölgülük şahslarını terbiyelep yetiştirgandan keyin bütün dünyada yetiştirish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qiladigan xizmati, Qur'oni Karimning xizmati shu bo'ldi ya. Demak, Makki Qur'onlarga qarasak, umumatan Makki Qur'on, Makki oyat aqida, aqidaga munosib axloq, qiyomatga bo'lgan iymon, dunyo qarishi, şirk bilen tevhid o'rtasidagi mujodala, tinch mujodala mushu haqda bo'ldi buni. Darul Arqam bin Arqam, yani Arqam ibn Abil Arqamning uyi o'z rolini joriy qildi. U uyda tushgan Allohning kitobi reallik bo'yicha parcha bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o kitobni insonlarga asta o'qib bergili va u orqali Qur'on orqali odamlarning yuragini chingitqili, payg'ambarimga iymon etganlarning yuragini chingitqili parcha tushdi. Va mushriklarning savollariga raddiya bergili, ularning maydoniga izahat belgili parça düştü. Yani bu Kur'an özünün Kur'an çoğun rolunu öteydi. Mümin cemaatini terbiyeleşti ve onu yaxşı yetekleşti ve onunla doğru bir yolunu köksüştü. Özününki rolünü Kur'an-ı Kerim çoğun ötedi. Demek
Qur'oni Karimning tushishiga qarab baqsaqmi, parcha-parcha tushgan. Asta-asta tushgan. Shu jamiyatdagi mushriklarning savollari, ularning maydonlari, mu'min kishilarning fikri, tasavvuri, aqidasi, axloqi, mushuninga munosib yetishtirish, tarbiyalash, asta-asta o'zgartish, mukammallashtirish qurilishiga munosib bo'lishni Qur'oni Karim tushgan. Alloh taolo va Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan-nasi 'ala muksin va nazzalnahu tanzila va qala allazina kafaru lawla nuzila 'alayhi al-Qur'anu jumlatan wahida kazalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila wa la ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira va Qur'anan faraqna Qur'anan demakchi biz Qur'onni parchaladik. Butunlay Tavratni tushagandek tushamidik. Hammani biroqlam bamidik. Bunda parchalashdagi maqsad litaqra'ahu Qur'oni Karimni siz odamlarga asta-asta o'qib berishingiz uchun, ularning saviyasi ko'targan, ular Qur'onga ehtiyoj bo'lgan, ular Qur'oni Karimning tarbiyasiga muhtoj bo'lgan vaqtda o'qib berishingiz uchun tushadik va nazzallohuni parcha-parcha tushadik dedi. Endi kofirlar nima uchun payg'ambarimizga Qur'oni Karim biroqlam tushirgizilmaydi dedi. Kazalik unda biroqlam tushamasligimiz, shuningdek ya'ni biroqlam tushamasligimiz o Qur'on bilan yuragingizni chingitqili va o Qur'onni biz varattallohu chingitqili, varattallohu tartil o Qur'oni Karimni biz tartil bilan o'qib beramiz. Sizga ular o'qishni olib kelanmaydi. Faqatlam biz sizga haqni olib keldik. Tafsiri eng yaxshi kitobni olib keldik deb Alloh taolo buni bu yerda linusabbita bihi fuadak. Yuragingizni chingitqili. Yuragingizni iymoningizni mustahkamligini deydi. Inna ahamma ma yanbaghi an nashg'ula bihi al-yawm. Shuning uchun bugun agar biz ahvolimizni isloh qilmoqchi bo'lsak, o'ngshimoqchi bo'lsak, mashg'ul bo'lishga tegishlik eng muhim ish to'g'ri bo'lgan boshlash bilan boshlashimiz muhim. To'g'ri bo'lgan boshlash bilan boshlash. Bu to'g'ri bo'lgan boshlash nima bilan? İnsan yetiştirish bilan bo'ladi. İnsan binosi bilan bo'ladi. Ya'ni surat jihatdagi emas, haqiqiy bir bino, insonning haqiqiy binosi bilan bo'ladi. Biz insonning aqli, ruhi, jismi, axloqini qurib chiqishimiz, tarbiyalashimiz lozim. Tarbiyalashimiz bu tarbiyalashda bir taraf chekinishib ketadigan yana bir taraf o'lchamda ziyon tortadigan bundaq emas, normal bo'lgan, tangpung bo'lgan bir qurilmada insonning aqlini qurib chiqishimiz lozim. Ya'ni uni insonni aqliy jihatdan ilm safa bilan, ruhiy jihatdan ibodat bilan, jismoniy jihatdan tanharakat bilan, axloqiy jihatdan go'zal fazilatlik axloqli bilan, askeriy jihatdan bosh egmas qaysarlik bilan, ijtimoiy jihatdan jamiyatga sheriklashadigan, aralashadigan, siyosiy jihatdan ong tushuncha bilan tarbiyalashimiz, qurib chiqishimiz lozim insonni. Va uni din va dunyolikqa billa tayyorlashimiz lozim. Bu o'zi yaxshi, o'zigini o'ngshaydigan bo'lish uchun. Natijada o dunyo va oxiratning ziyonkorligidan qutuladi. O ziyonkorlikni Alloh subhanahu va taolo sura Asrda val asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu va amilus solihat va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr dedi. Zaman bilan qasam qilamanki, haqiqatan inson ozg'unlik ichida, ziyonkorlik ichida, ziyonda inson. Faqat
iman etgan, yaxshi amal qilgan, haqiqatga bir-birini tavsiya qilgan, sabrga bir-birini tavsiya qilganlar buningdan mustasno deb Alloh taolo 4 türlük sifatni o'zida hozirlagan insondan boshqasini istisno qilib olib turib, hammaga ziyonkorlik, halokatlik ichida deb hukm qildi. ولا يتم ذلك إلا في تصور كلي للوجود وفلسفة واضحة للحياة ومشروع متكامل للحضارة. Bu büyük iş faqatlam dunyoga qarta umumiy bir tushunchada, hayotga qarta aniq bo'lgan falsafa bilan, madaniyatga qarta mukammal plan bilan tutadi. Aldı bilen kulli tasavvur, iniq falsafa tushuncha, mukammal bir plan bo'lishi lozim. Onunga, o planga ummat ishonadigan, bolalarni, qizlarini shu plan bo'yicha cho'qim tarbiyalaydigan, onunki yakuni hukmiga muvofiq amal qiladigan, onun yo'li bilan mangadigan bir ummat bo'lishi lozim. Şunun bilen bütün muasseseler, yani cami, mescid, camiler, üniversite, mektepler, kitap, gazet, jurnallar, televizyon, radyolar birbiriyle hemkarlaş lazım. Hemkarlaş gerek. Çünkü bir muassese yeni bir muassese bir organ yeni birisi yo'qolgan chaqda tug'arib degan bir muassese sharqqa moyil bo'lmasligi kerak, yeni birisi g'arbga moyil bo'lgan vaqtda bir organ qurilmasligi kerak, yeni birisi yiqilgan vaqtda bunda bo'lsa bo'lmaydi. Birisi sharqqa moyil, birisi g'arbga moyil, birisi bar bo'lsa, yeni birisi yo'q bo'ladigan, masjid bir tarafga chaqirsa, universitet yeni bir tarafga chaqirgan, kitap gazetlar bir tarafga qiziqtirsa, televizor radyolar yeni bir tarafga qiziqtiradigan, bunda bu qolsa, bu terbiye ünümlük bulmaydı, bu islahat neticeni beğenmeydi ve meyvesini beğenmeydi. Bizde şairinin kadimdeki bir şairinin sözü uygun kılıdı. Hel yeblugul bunyanu yevmen tamamahu iza kunte tebnihi ve gayruke yehdimu. Bina bir günüsü tuluk, mükemmel pütemdu. Kaçan sen onu selivazsan, başkalar yıkıvazsa, sen binanı seliş bilen avara, binanı salısan, başkalar yıkıvatıdı. Yani şunun sen meşte iman bilen terbiyeliysen, televizyon radyoda başka nesneler bilen terbiyeliydi. Bunda bu kalsa, bu iman, terbiye mükemmel bulamdı, bu bulmaydı bu. Demek, aldı bilen tüzüm, tüzülme, kanun özgerçtin burun ve bununla hareket kılıştın burun aldı bilen şu tüzülme, özgertilmekçe boğan tüzülme, özgertilmekçe boğan kanun, kurulmakçe boğan muassese ve hazırlanmakçe boğan şu bir devletçilik asası da insan terbiyeleş lazım. Onun vücudu da, fikri de, aklı da, hayatı da, her nesne şu hazırlanan, mükemmel kurulgan ve puxta onun da müstehkem uğurlaşkan kuruluş lazım. Bu her kanda bir cemiyetinin ya ki cemaatinin netice kazanışındaki birinci kademi ve asası. Demek o cemiyet, o cemaat ya islahat hareketi
o'zininki yetmekçi ve bo'lgan filan ko'zlagan nishon g'oyalarini oldi bilan inson bilan tarbiyalash lozim. Insonga aylantirib lozim uni. Jamiyatdagi insonlar bilan shuni bir tirik narsaga aylantirish kerak. Ondan o cemiyetlişido, cemaatleşido ve cemiyet özgüreydi. Et-terbiye qablel cihad. Cihad kılıştın burun mu? Terbiye gerek. Ve haza ma ceale duatel islah el-asilla yunadunel yevm bi vücubi takdimi terbiye alel cihad ve tekvin alel temkin. Mana bu cihaddın burun terbiyeleş gerek degen bu prensip asli islahat chaqirdiganlarni mana bugun tarbiyani jihodga ilgari qilishning zarurligiga chaqirdigan qildi. Odam tarbiyalashni, odam yetishtirishni bosh ko'tarishga ilgari qilishning zarurligiga chaqirdigan qilib qo'ydi. Davlat qurimiz, hokimiyat o'zgartimiz, zulümge karşı durup adalet berpa kılımız diguchilar aldı bilen bu hareketke kadem eliştin burun ve başlaştın burun qanday qilish kerak? Terbiyeye ehmiyet verish kerak. Terbiyeni mükemmel qilish kerak. Hem biz cemiyetimizge qaraydigan bolsak, umumeten bunda bir Müslümanların ahvali qaraydigan bolsak, Müslümanlar her bir algan qadamlarını chala, mükemmel qilmoqliq. Mükemmel kılmaklık ve kılgan işlerini talepke layık kılmaklık, aldırıp ketiglik ya ki aldırtılıklık neticede her bir elip bağın hareketi mağlubiyet bilen baskan kademi yokuluş bilen neticelenirlik. Ve na'ni bit terbiyeti ve tekvin bina'ul insanil mu'min ellezî yestati'u en yenheze bi'ab'id da'va ve tekalifir risale. Biz terbiye yetiştiriş degenden davetning yükünü kötürüdügan, risalet tekliflerini kötürüdügan, meliği bekillik kılmaydıgan, ceniği bekillik kılmaydıgan, özüge Allah yolunda yetken neslerge perva kılmaydıgan, mümin bir insanı kurup çıkış deganini xohlaymiz biz. O mümin insan şu vaqtda amaliy bir namuna. Buningda dininin qimmat qarashlari, da'vatining axloqlari mujassamlashidi. O mümin insanda insonlar islomni amaliy jonliq ko'radi. Bunda bir inson qurup chiqmoqchi. Bu sohada yetiştirish kerak, tarbiya degan gapni. Ve bina'u hazal insan ev terbiyetuhu ve tekvinu. Bu insanı kurup çıkış, ya onu terbiyeleş, yetiştiriş, davamlık talep kılınılan bir iş. Lekin o bek talep kılınıdı, yeni dinini kurup çıkış irade kılıngan çağıda. Ya ki risa yeni vazifege yeni ümmet kurup çıkış ne irade kılıngan çağda bu bek talep kılınıdı. Şuningdek din acizlaşkan, ümmet acizlik ümmetni, dinning ümmetini tapkan, din yenilaşka, ümmet tirildirishga, uyg'otishga ehtiyoj bo'lgan vaqtda yenilash, uyg'otish, isloh qilish uchun zarur bo'lgan boshlashdan qechib qutulg'ili bo'lmaydi. O başlaş nima? Yeni avlod tarbiyalash, ya'ni ko'zlangan millatning avangard qismlarini tashkil qiladigan yeni avlod tarbiyalash. Buningdan qochib qutulg'ili bo'lmaydi. Bugungi kundek umumatan din ojizlashgan, musulmonlar tushkunlashgan, haqiqatan musulmonlar ümidsizlangan, dunyoning hamma yerida musulmon ig'ir bir kuniga qolgan chog'ida bir dinni qaytadan qurib chiqish, ummatni qaytadan jonlantirish, tirildirish
bu maqsadni ko'zlagan vaqtimizda oldi bilan shu biz ko'zlagan ummatning avangard qo'shinlarini shakllantiradigan yangi avlod tarbiyalash kerak. Bu avlod da'vatni ustiga olgan, bu avlod risolat takliflarini ustiga olgan, bu avlod bu yo'lda hech narsani ayamaydigan, bu avlod o'zining har bir ishi bilan dinni tirik kishilarga ko'z tutadigan bunday bir avlodni tarbiyalash va yetishtirish har qanday bir filanning oldidagi vazifa. هذا البناء والتكوين للإنسان في سورة جيل مؤمن حقا مؤهل لحمل راية الإصلاح والبعث. لا بد أن يسبق كل دعوة إلى الجهاد المصلح لتغيير المجتمع وإقامة الدولة. Bu kurulma ve yine insan yetiştiriş, insanı yetiştiriş, yani hakiki mümin avlod suretida inson tarbiyalash va qurib chiqish, islohot, qayta tirildirish bayrog'ini ko'tarishga loyiq qiladi bu. Jamiyat o'zgartirish, davlat qurish uchun qurolli qilinadigan jihatga jamiyat o'zgartirish, davlat qurish uchun qurolli jihatga chaqirishning har qanday chaqirishning oldida bo'lishi lozim bu. Oldi bilan shu davlat qurimiz, jamiyat o'zgartirishimiz, buning uchun qurolli jihat qilish kerak deydigan bu har qanday chaqiriqning oldida nima lozim? İslahat lozim. Nima lozim? Tarbiya lozim. Nima lozim? Haqiqiy inson yetishtirish lozim. Müslümanlar bu sahani to'liq tushunishi kerak. Bu sahani haqiqiy bilishi kerak. Bo'libmi? Müslümanlar 80 yilning mobaynida hürlük bo'lsin, o'zining hürlüki bo'lsin, yoki dinini qo'g'dash bo'lsin, ya o'zining mavjudligini saqlash bo'lsin, buning uchun izchil to'xtamay tirishayotdi va buning harakat qilyapti. Ammo natijasini ko'ranmadi. Ammo uning mevasini uzanmadi. Buning sababi nima? Dal buning sababi buningga loyiq bir avlodni mukammal yetishtirgandan keyin kimki qadamlarni elish kerak edi. Demak, bu sohada ish texi talabga loyiq bo'lmagan. Mayli uning qanchalik vaqtni olib ketsin, oldirmaslik kerak. Balkim biz bir avlod tarbiyalash bilan, ikki avlod tarbiyalash bilan o'tishimiz mumkin. Yetishtirish bilan o'tishimiz mumkin. İnsan hareketi bilan shug'ullanishimiz lozim, inson yetishtirish bilan. Aningdan keyin u ko'zlangan nishon va u yetmoqchi bo'lgan maqsadga yetkazib bo'lishi mumkin. Shuning uchun cho'qim bu jihodga chaqirgan chaqiruvchilar oldi bilan bu jihodni qanday qilamiz, kim bilan qilamiz, qanday odamlar bilan qilamiz buni bilishi lozim. ولهذا كانت مهمة القرآن المكي طيلة 13 عام. Şunun için Mekke Kur'an-ı Kerim'nin 13 yıl jarayonidagi vazifasi bu insonni qurib chiqishga bo'lgan xizmatga bo'ldi vazifasi. Va oldin yuray, avangard avlod tarbiyalashga bo'ldi. Ya'ni iymoniy, axloqiy, aqliy jihatdan mukammal tarbiyalash ustiga bo'ldi. Va bu avlodning mukammal o'lgisi u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'ldi. Laqad kana lakum fi Rasulillohi uswatun hasana. Sizlarga Allohning rasulida yaxshi o'lgi bo'ldi-da. Qur'oni Karimning Makka mazgilidagi vazifasi aqidaning yıldızlarini chingitish, go'zal axloqlining yıldızlarini mustahkamlash ve sağlam ko'z qarash yo'lini, to'g'ri tafakkur qilish yo'lini mustahkamlash, jahiliyat aqidalarini
cahiliyet akidelerini karşı duruş, o cahiliyetin rezillikleri, fikir, şirketteki afetlerinin yıldızlarını kurutuş, insanı Rabbiga bağlaş, tutkusu üzülüp kalmaydıgan, bunda bağlaş bilen boldu bu Mekke'deki Kur'an-ı Kerim'in vazifesi. Allah Teala deydi o Sure-i Muzammil'de, bu Sure-i Muzammil Kur'an-ı Kerim'deki çıkan avvalki sureler, ey gelemki yogunip yetuvağıcı peygamber, keçisini kıyam kılın, fakat azrak uxulan, yerimini kıyam kılın, ya onundan azraqını kem kılın, ya onunla azraqını bir koşun. Kur'an-ı Kerim'ni asta okun. Sebebi inna senulqi aleyki kavlen sakil. Hakikaten biz sizge igir bir sözünü taşlayımız dedi. Mana bu keçi medresesi de, Kur'an medresesi de çoğunkur terbiyeleş, fakat o terbiyeleş igir sözünü üstüge eliş için hazırlık idi. Hazırlık idi. O peygamberimni kütüvatkan igir sözünü üstüge eliş için hazırlık idi o keçideki medrese, Kur'an medresesi. Bu sözünün igirliği fakat Kur'an onundan ifadeligen amanetinin igirliğinden igir değilgen. Kur'an'da inna araznal emanete ala semavati vel ard فَأَبَيْنَ اِنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ deyip amanet dedi. Bu şu cehdinin igir. Bu Kur'an yaşaş bilen igir. Kur'an ameli hareketki aylandırış bilen igir. Kur'an onu özümüzde tirik Kur'an kılışlık bilen igir. Demek bu keçi medresesideki, Kur'an medresesideki bu çoğunkur terbiye Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın kütüvatkan bu igir sözünü üstü gelişin teyyarlık ve hazırlık idi. Ve zellet ayatul Kur'an tetenezzelu ala hazel menhec. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bu yıl boyunca akide, düşüncelerini berpa kıgılı, kıymet karaş, güzel ahlaklarını, tikkili, terigili, akıl kaliplerini, cahiliyetinin nicis meynetçilikidin paklığıyla, o akıl kaliplerini iman manası boyunca ve o iman talep kılgan sabrı, kılış, müstehkem turuş, mezmut turuş, hakkı yardım birişte her nesni biriş, batılığı karşı duruşta her nesni biriş bilen terbiyeligili akıllarını çoğun dadılarıga ya ki başlıkları çoğunlarıga kargulaç agiştin paklığıyla çüşki davamlaştı Kur'an-ı Kerim. Yani bir ayet düştün burun kurallık cihatka buyuruyduğun ehli şirik butperestler bilen kanlık küreşke buyuruyduğun bir ayet düştün burun şu akide, düşünce, kıymet karaş bilen insan yetiştirgili ayetler düştü devamlı. بل كانوا يجيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مضروب ومشجوج ومجروح. Belki sahabeler Peygamber Aleyhisselam'ın kaşka bazı tayak bilen urulgan, bazı başları yayılgan, bazı yarlangan haleti gitti. Peygamber Aleyhisselam'a özlürge yetken zulümlerini şikayet etti. Talep kılıp kural kötürüşne talep kılıp özünü qoğdaş için, düşmeni ve dininin düşmeniga qarşı duruş için bir kural alsak bulmamdı. Buncha ola zulüm, hakaret, buncha ola ig'ir ishlaga nima uchun sabr qilamiz dedi. Lekin Peygamber Aleyhisselam ularga Kur'an-ı Kerim hikoya qilgan narsani dedi. Kuffu aydiyakum ve aqimus salat. Qo'linglarni yig'inglar, namozinglarni o'qinglar. Bu deganlikning ma'nosi cihatning hürmetini şagallik emas.
O cihad degan islomningki eng yuqori pallasi, islomning lokusining yuqori pallasi. Lekin bizning so'zimiz avlaviyat to'g'riliq hozir. Avlaviyat bu yerda tarbiya va yetishtirish uchun. Demak, biz bu avlaviyat haqida bo'lg'achqa, avlaviyatga munosib, avlaviyatga uyg'un bo'lgan shaklda gap qilish to'g'ri keldi. Shuni biz bu haqda gap qilyapmiz. Mana darsimizning umumiy ma'nolariga qaraydigan bo'lsak, umumiy ma'nolari chuqur tuzilma o'zgartirishdan burun shaxs o'zgartirish, jihodga chaqirishdan burun tarbiyaga ahamiyat berish va layoqatida tarbiya ilib berish. Demak, mushu sohalida biz bugungi islohotchilar, da'vatchilar, harakatchilar umumatan yo'limizda ketkizayotgan nurg'un yerlarda. İş mukammal bo'lishdan burun, yetilishdan burun bu sohaga diqqat qilmagan. Va min husni tarbiyaning yaxshi bo'lishidan jihodga uning vaqti kelgan chog'da qiladigan odam tarbiyalash. Vaqti kelganda qiladigan odam tarbiyalash. Surmuzammilda kelganidek علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. Allah subhanahu wa ta'ala sizlarning içinlardan kisellerinin buluduğanlıqını, kisellerinin bağlıqını bildi. Ve yana ziminde Allah'ın fazli rızık talep qilib sefer qılıdığanlarını bildi. Ve Allah'ın yolunda uruş qılıdığan yeni başkalarının mı bağlıqını bildi. Demek kisel ba, ticaret işleri bilen sırtqa çıkıdığanlar ba, Allah yolunda cihad qılıdığanlar ba. Bu noktadan Allah Teala yengilleştirdi dedi. Lekin ala ennel cihadel muaccel vel cihadul musallah fahasb. Lekin kichiktirilgan cihad o faqatla qurolliq cihad. Qurolliq cihad İslamda kichiktirilgan. Uni to'xtab turing, uni qoldirmang, uning vaqti va zamoni va degilik. Ya'ni qilish bilan neyziler bilen cihad kılış bu kichiktirlik. Ama davet bilen, tushundirish bilen cihad kılış, yoki Kur'an bilen cihad kılış, o kunning avvalidan boshlab mavjud va talab qilinadi. Sura Furqonda, o Sura Furqon Makkiya Allah Taala payg'ambariga deydi: "Fala tuti'al kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Siz kafirlarga bo'ysunmang. O kafirlarga Kur'an bilen çoğ cihadını kılın dedi. Yani nefsi Kur'an kafirlarının kalbi bilen cihad kılın. Aklı bilen cihad kılın. Fikri bilen cihad kılın. Ahlakı bilen cihad kılın. Muamelesi bilen cihad kılın dedi. Ana bu cihad. Çünkü insanın idisi, aklı, fikri hal bo'lmay turib, insanın başka işlerini kütkülü olmaydı. Ve mislu zalik bunun o'xshagan Allah subhanahu wa ta'alaga davet qilish yo'li dikiladigan aziyatlarga chidash, mustahkam turish, sabr qilish jihadimi bor. Mana bu jihadni Sura Ankabutning bosh qismlari maqtab tilga oldi. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. İnsanlar Allah'a ishondik deyish bilan ular sinalmay qo'yib qo'ylamdi deb o'yladimi? Biz ulardan ilgirkilarimiz sinidik. Chuqum Allah subhanahu wa ta'ala iymonida rasul bo'lganlarni biladi va yolg'onchilarni biladi deb va man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Kim tirishsa faqat o'ziga tirishidi. Haqiqatan Allah subhanahu wa ta'ala dunyodan olamindan bihojat. Uningga ehtiyoji yo'q dedi. Mana bu haq yo'ldagi sabrimi, haq yo'lda mustahkam turishmi, haq da'vatni da'vat qilish bilan aziyatga uning chidashmi? Bu bir jihad. Jihad bir necha turlik,
bir necha qismga bo'linadi. İnşallah biz bu cihatninki her bir türünü dersimizin kinki kısmında davamlaştırırız. Çünkü İmam İbnül Kayyum cihatni 13 ga bölgen, 13 turga bölgen. Bunun içindeki kurallık cihat fakat onun bir kısmısı. Kaldı 12 kısmısı to'liq tafsili yürütümüz. Mana bunun da dersimizden aldığın mazmunu da çokum islahatçılar bir plan, gayesi bağla, cemiyet özgertimen, devlet özgertimen, tüzülme özgertimen deyişten burun adem terbiyeleş, adem yetiştiriş lazım. Qandaq bir plan bo'ladigan, shu va maqsad bo'ladigan, shu plan, shu maqsadga yetish uchun keraklik odamlarni yetishtirish, keraklik odamlarni tarbiyalash lozim va shu odamlar bilan aningdan keyin plan va maqsadga yetish lozim. Bo'lmasa bu amalga oshmaydi va vujudga chiqmaydi. Bugungi kundagi musulmonlarning mag'lubiyati, islomiy harakatlarning mag'lubiyati, umumatan musulmonlar elib berib natija qozonmagan ishlarning hammasi musulmonlarning oldirang'uligi, planlarni mukammal tuzmaganligi va uningga kerakli odamlarni to'liq yetishtirmaganligi, bosqichlardan aqlab o'tganligidan kep qolgan bo'lishi mumkin. Vallohu a'lam. Darsimizning davomini yana bir qitimda davomlashtiramiz. Alloh dersimizi davamlaştırmamızı nasip kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.